Yerning tuproqlaridan ilk inson yaratila boshladi va u Odam alayhissalom edi. Bu oddiy yaratilish emas edi. Alloh uni o'z qudrati bilan yaratdi. So'ng unga ruh berdi va ilk bor inson tirildi. U ko'zlarini ochdi va yer yuzida insoniyat tarixi boshlandi. Farishtalar unga hurmat bajo keltirdi, chunki u yer yuzining ilk insoni edi. Alloh unga ilm berdi, narsalarning nomini o'rgatdi, aql berdi, qalb berdi va uni yer yuzining xalifasi qildi. So'ng unga jannat nasib qilindi. U yerda osoyishtalik bor edi, tinchlik bor edi. Lekin hayot sinovsizlik emas edi va inson uchun ilk sinov boshlandi. So'ng Odam alayhissalom yerga tushirildi. Yer yuzidagi hayot ana shundan boshlandi. Bugun dunyodagi barcha insonlar bir ota avlodidir va har bir insonning hikoyasi Odam alayhissalomdan boshlanadi. Bu yaratilish tasodif emas edi. Bu Allohning buyuk qudrati edi va inson doimo o'z yaratuvchisini eslab yashashi kerak.